Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Birinchi shartni bajarish ham hayajonli, ham o'ta mas'uliyatli. Sizga omad tilaymiz. Monitorda raqamlar ko'rsatiladi va shu raqamlardan birini tanlashingiz mumkin. 6 raqam. Demak, diqqat qiling, studiyada jimlik. Bo'shliq suratini chizgan qalam bu. So'zlardan dur marjon tizgan qalam bu. Bu bo'shliq qog'ozdek oq bo'lsin deya, bag'ridek qora qon sizgan qalam bu. 1 daqiqa vaqt ketdi. Tayyorgarlik uchun. Bu oq qog'ozdek oq bo'lsin deya, bag'ridek qora qon sizgan qalam bu. So'z va oq so'zlar, ha? Hakamlar? Assalomu alaykum. Boshlovchilar. Assalomu alaykum. İnson qalbining eng nozik qorlarini chertadigan she'riyat bo'limiga, she'riyat bahsiga yetib keldik. Bu shartda biz ishtirokchilarning tuyg'ularini, she'rlarning tabiatini qay darajada bilishini sinovdan o'tkazamiz. Hozirgi aytilgan she'rning to'liq nusxasini o'qiyman. Haqiqat suratini chizgan qalam bu. So'zlardan bir marjon tizgan qalam bu. Bu hayot qog'ozdek oq bo'lsin deya, bag'ridek qora qon sizgan qalam bu. Tushundingiz? Biravi haqiqat so'zi, siz so'z dedingiz. Ikkinchisi hayot so'zi, siz oq dedingiz. Haqiqat va hayot ekan. Demak, 50 gol olish imkoniyati bor. Hali sizda 2 daqiqa vaqt ketdi. O'ylab ko'rishadi. Sovet davrida o'nlab yozuvchilarimiz o'zining mustaqilligini, vatani haqida yozishni istashgan. Shoirlarimiz ham vatanini madhini, balki xalqini ham mustaqillikka chorlab she'r yozganlarida ularni Sovet davri va Sovet davridagi ko'plab tadqiqotchilar ularning she'rlarini tanqid qilgan. Ya'ni bu she'rlar mustaqillikka, vatanni ulug'lashga, sevishga chorlayotgan she'rlar insonni ongini uyg'otadi va bu o'sha davrning tuzumiga qarshi edi va shunday haqiqatni olib chiqqan, haqiqatni yuzaga olib chiqqan yozuvchilarni o'sha davrda quvvat qilishgan, quloq qilishgan va Sibirga hukm qilishgan. Bu she'rda aynan shu narsa ta'kidlanadi. Haqiqat yozuvchi, shoir o'z she'rini yozayotgan qalamini shunday ta'kidlaydi. Haqiqatni suratini chizdi. O'sha paytdagi davrdagi yolg'on va siyosatga bosh ko'tarib, haqiqatni suratini chizib olib chiqdi. So'zlardan durmanjon chizdi. O'z she'rida faqat haqiqat yashiringan bo'lsin, adolat yashiringan bo'lsin deya yozganda o'zini bag'riga qora qon chizib qo'ydi degan g'oyani ilgari suradi. O'sha davrda chindan ham o'nlab yozuvchilar, shoirlar shunday ifodala qilishgan. Masalan, buyuk Oybek yozuvchimiz ham o'zining romanini o'zgarishlar qilishga majbur qilishgan. Ularda so'zlar 11 bo'g'indan tashkil qiladi. Umuman olganda hozirgi bu she'r yosh shoirlarni har doim haqiqatni tan olishga, adolatparvar bo'lishga chorlaydi. Rahmat. She'rni eslolmadingiz. O'qiganmisiz o'sha? O'zi kimlarning she'rlar berilgan sizlarga tayyorgarlik uchun? Rashod Rajab, Po'lat Mo'min, Mirazalam. Kim bo'lmoqchisiz kelajakda? Ta'lim sohasida ketsam kerak. Muallim, ustoz bo'lasiz. Ajoyib, juda chiroyli tanlov. Marhamat hakamlar. Assalomu alaykum. Harakat qildi shart.
judayam bir siyosatning she'riga o'xshamaydi bu. O'zini matnni o'zidan kelib chiqish muhim edi, lozim edi, zarur edi. Bu she'rda qalam madh qilinmoqda. Qalamning tabiati, u nima ishlab qiladi qalam? Haqiqatni, manzaralarni chizadigan qalam. Uni ta'kidlash mumkin edi ko'proq. Durmarjon degan narsa o'ziga to'xtasa bo'ladi. So'z durga o'xshatadi shoir. So'zlardan dur marjonlarni tuzib qo'ygandan keyin chiroyli qo'ygandan keyin odamni hayoti qarab ketadi. She'r muallifini biz kim ekanligini bilmasa aytish shart emas. Agar bilsa aytsa yaxshi bo'ladi. Bu she'r bizni do'stimiz Dilshod Rajab degan yaxshi shoir bor. Bolalarga bag'ishlangan ko'plab she'rlar yozgan, kitoblari chiqqan va o'zini yozayotgan qalamiga qasida yozgan. Shu qalamning ta'rifini bergan. Sizga 28 ball qo'ydim. 28 28 ball. 28 29 28,3 ball. Rahmat.